Assalomu alaykum. Yangi kelgan Everest motobloklarimiz narx-navolari bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Adresimizga keladigan bo'lsak, adresimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66 194lik 140 08 08. Endi xudo xolasa ot kuchlari va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Everest motoblokimiz yangi kelgan partiyalari ko'rishingiz mumkin. Birkalari 2026-yil aprelning 25-sanasida ishlab chiqarilgan motoblok bo'ladi. Yangi tovarlarimiz eski asatga tovarlar emas. Everest 177 9 ot kuchiga ega bo'ladi. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Plus baklari ham katta 5 litrli baklar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu Everest motoblokimizga bemalol vomlari bor, bemalol zatka, rotorli kasilka ulab, karcher, dori sepadigan apparat, suv pompadan ulab ishlatsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham 5 ga 12 balondan yumshoq balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'ziga shtrix kodlar tushirilgan variantda bo'ladi. Hop. Endi bu Everest 177 9 ot kuchlining ichida komplekti o'zini 40 ta pichog'i bo'ladi. Plus o'zini kitobi ip qilish naborlari bilan bo'ladi. Bu avtomat korobka bo'ladi. Oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors avtomat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 5 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 192 177 9 ot kuchiga ega bo'lgan motoblokimiz. Bu yerda 177 9 ot kuchiga ega bo'lgan LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Baklari ham katta bak bilan jihozlangan. Akkumulyator statorli variantda bo'ladi. Keyin bularda moy datchiklari bilan ham jihozlangan bo'ladi. Balonlari 5 ga 12 bo'ladi. Pashinipsiz oddiy balon bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday vomlari bor. Vomlarga bemalol rotorli kasilka, zatka ulab ishlatsa bo'ladi. Bu ham oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors, avtomat korobka, o'zini kulish naborlari bilan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi bunimizning narxi 6 million so'm. Komplektida o'zini 40 ta pichog'i bo'ladi. 32 ta emas, 40 ta pichog'i bo'ladi. Bu yangi kelgan 190lik 15 ot kuchiga ega bo'lgan motoblokimiz. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Baklari ham katta baklar bilan jihozlangan. Moy datchiklari bor. Rullari kalta variantda bo'ladi. Bunimiz oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors bo'ladi. Bu ham avtomat korobka. 190lik benzin 5 starter varianti bu. Starterli emas, LED fara kapotlar bilan jihozlangan bo'ladi. 5 starter bo'ladi. Bunga ham vomlari bor. Vomlariga bemalol rotorli kasilka, zatka ulab ishlatsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi buni 5 million 400 ming so'mdan komplektida o'zini 32 ta pichog'ini qilib beramiz. 15 ot kuchli motoblokimizning narxini 5 million 400 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bu yerda shu 192 benzin 17 ot kuchiga ega bo'ladi. Akkumulyator statorli variantda. LED faralar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Akkumulyator statorli 192 benzin. Bunda ham shu vomlari bor. Vomlarga bemalol rotorli kasilka, karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bu yerda 178 dizelimiz 9 ot kuchiga ega bo'ladi. Hozir bunga 7 ot kuchi deb yozib qo'yibdi. 178 dizel bo'ladi. 178 F-tip galopkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Suxoy filtr bo'lmaydi, massinli bo'ladi. Rullari kalta variantda, bu ham xuddi shunday avtomat korobka, oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors bo'ladi, akalar. 178 dizel, vomlari bor. Vomlarga bemalol shu rotorli kasilka, karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6 million 550 ming so'mdan qilib beramiz. Komplektida o'zini 40 ta pichog'i bo'ladi. Bu yerda 186 10 ot kuchiga ega bo'lgan motoblokimiz dizelli variantda bo'ladi. Avtomat korobka, oldiga ikkita skors, orqaga bitta skors. 5 ga 12 balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Vomlari bor.
bemalol ko'rishingiz mumkin. Shtrix kodlari bilan tushirilgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 16 kuchli motoblokimizni narxi 6.750.000 so'mdan qilib beryapmiz. Komplektida buni ham xuddi shunday frezalari bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yerda 192 dizelimiz, akkumulyator statorli bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator. Akkumulyatorlarning farqini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir video davomida vozdux filtrlari massinli katta vozdux filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 15 ot kuchiga ega bo'ladi. Endi bunda 13 ot kuchi deb qo'yibdi. Bu 15 ot kuchli bo'ladi. Aslida narxiga keladigan bo'lsak, akalar narxi 7.100.000 so'mdan. 192 benzinimizni, dizelimizni narxi 7.100.000 so'mdan. Sizlar motoblokni bizdan olishingiz shart emas. Asosiy sifatlariga qarab oladigan bo'lsangiz, bu Everest brendi ancha yildan beri kirib kelgan O'zbekistonga. Bu brend ham sifati juda zo'r. Excalibur motobloklarimiz ham bor. Endi farqlari nima uchun akkumulyatori farqiga qarab olinglar deyapman. Akkumulyator misol uchun bu ham 36 talik akkumulyator ko'rishingiz mumkin. 36 talik 12 volt. Endi bu ham 36 talik akkumulyator mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham 36 talik akkumulyator. Endi farqi bular Damas, Matiz, Tico, Labo'larga bemalol tushadigan variantda akkumulyator bo'ladi. Og'irligi ham ancha og'ir sifatli akkumulyator bo'ladi. Bu endi bu ham 36 talik, klemmasida ham ancha farq qiladi. Klemmasi buni bolt gayka o'tadigan variantda prostoy shunaqa bo'ladi. Bu akkumulyator ko'pga chidamaydi. Sifati juda past akkumulyator bo'ladi bularning sifati. Men bu o'zimizni mashinalarga ham bemalol ketadigan variantda bo'ladi. Sifatlari juda zo'r, og'irligi ham juda yaxshi ishlangan variantda bo'ladi. Endi buni og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi 9 kilogramm 200 chiqyapti. Bu 36 talik akkumulyatorimiz. Bu endi oddiy akkumulyator 36 talik 6 kilogramm 200 chiqyapti. Farqi ham 3 kilo farq qilyapti. Xo'p, skladimiz Toshkentda, Sobir Rahim Tomburobodda. Telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66, 94lik 140 08 08.